Hurmatli obunachilar, navbatdagi katta yo'limiz mana svarka jarayoni, hozir usta akamiz svarka jarayoni olib boryapti. Mana bizda elektrotda bo'lmaydi, kontaktli pol avtomatda bo'ladi. Mana bu apparatimiz bo'ladi. Mana bu narsa mana svarkalarni quyilyapti. Xudo xolasa mana chiroyli qilib quyib chiqyapti. Mana soklarni ham ko'rsalaring bo'laveradi. Bemalol mana soklarini ham ko'rsalaring bo'laveradi. Xo'p, sizlarni uzoq kuttirmaymiz. Ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Katyonlarimizga to'xtaladigan bo'lsa, katyonlarimiz 100 kvadrat, 200 kvadrat, 300 kvadratgacha katyonlarimiz bor. Hozir yasalayotgan jarayoni spitaniya qilinayotgan jarayonini ko'rsatib o'tgan. Bu spitaniya qilinayotgan jarayoni. Xo'p, ichiga suv to'ldirib qo'yilgan. Bu 1 sutka ichida turadi bu narsa. 1 sutka albattadan o'techga chiqib qoladigan bo'lsa, yana qayta svarka xonamizga kiradi bu narsa. Xo'p, listlarga to'xtaladigan bo'lsak, listlari uchli bo'ladi. Qora rossiyskiy listdan bo'ladi. Ichki sistemasi ham, tashqi sistemasi ham uchli bo'ladi. Xo'p, men hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Mana bu bitayotgan holati bu. Bu bitayotgan holati, mana ichlari yo'q, hamma yo'qlari mana. Bu bitayotgan holati. Bundan tashqarisi mana hozir yana ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana sistemani ko'rsatib ketdik mana. Bu ichki sistemasi bo'ladi, mana bu tashqi sistemasi. Lekin o'zi ham uchli bo'ladi, qora rossiyskiy listdan bo'ladi. Uchli bo'ladi listlari. Xo'p. Buni chidamligi 2 atmosfera beriladi. Bemalol chidasalar ham bo'laveradi. Faqat ochiq sistemaga qilinadi bu narsa. Ochiq sistemaga. Bundan tashqari 100 kvadrat, 200 kvadrat, 300 kvadrat joyga yetadigan katyonlarimiz bor. Buning variantlari ham bor. 1 yil garantiyasi, 1 yil servis xizmati. Olib chiqib ketayotgan kunlaringdan dokumentiga pechatini bosib beramiz. Dastavkasi ham bor. Vodiyga, shahar markazlariga dastavkasi bepul. Shahar markazidan tashqari bo'ladigan bo'lsa, gaziga qo'shilib qoladi. 100 ming so'm, 150 ming so'm qo'shilib qoladi gaziga. Xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beriladi. Undan tashqari bizni katyonimizning narsalari lazer apparatlarda kesiladi, gibkada bukiladi. Qo'lda qilinmaydi bu narsalar. Hamma narsa lazer apparatda kesilib, gibkada bukiladi. Mana mana shu katyonimizni narsasi mana o'zi ko'rib turibsizlar mana. Bu oysimon bo'lib bukiladi bu narsalar. Mana bu narsalar qo'llarni ham kesmaydi. Lazer apparatda kesilganligi uchun qo'lni ham kesmaydi. Xudo xolasa mana lazer apparatimiz o'sha katyonimizning narsalarini tayyorlayapti. Undan tashqari gibkamiz bor. Gibkamiz ham bukib hamma yoqda tayyorlayapti. Xudo xolasa to'liq ma'lumot bergan umiddamiz. Kimga masalan katyonlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsanlar bo'ladi. Mana tayyor bitgan holati mana mashinasi. Buni ichida nima bo'ladi deydiganlarga ventilyatori, termostat datchigi, perchatkasi, keyin bunaqa nagarini tozalaydigan narsasi bor. Mana shu narsalarni qo'shib beriladi, dokumentini beramiz. Hozir shu katyonimiz 250 kvadratga moslangan, 250 kvadratlik katyonimiz mana shu tayyor mana. Xudo xolasa logotiplarni sepib, buni egasiga xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beramiz. Xo'p, sizlarga to'liq ma'lumot berdik degan umiddamiz. Yana berilmagan ma'lumotlarimiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsalaring, keyingi videoda xudo xolasa chiroyli qilib video obzorlarini qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.